Bolalik har bir insonni eng shirin lahzalardan bu o'tmishda qolgan tarixdir. Yoshlikda qahramon bo'lishni orzu qilmagan kim bor? Qolaversa, qora botir bilan olishmagan u, yalmog'iz bilan kurashmagan, uch kallali ajdoqni boshini kesmagan yana kim bor? Albatta bunday holatga biz Rishton tumani 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lganimizda o'sha yerda mana shu holatning guvohi bo'ldik. Bog'cha direktori Feruzaxon Egaberdiyev bizga bergan ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda bolalar bog'chasida 260 nafar bolajonlarga 51 nafar pedagog xodimlar ta'lim tarbiya berib, mana shu hayotning ilk ko'nikmalarini ularga o'rgatmoqdalar. Mani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi 26-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida hozirgi kunda 260 nafar tarbiyalanuvchi ta'lim olib kelmoqda. Tashkilotimizda bolajonlarimiz ta'lim olishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Prezidentimizning Yashil makon umummilliy dasturi asosida bizning tashkilotimizda ham mevali, rezavor va manzarali ko'chatlar ekilib, obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hozir Narijaxon Tog'oyev aytganidek, bolalar bog'chasida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Zeroki tarbiyachilarning ham bo'sh paytida bolajonlarga milliy merosni o'rgatishi-yu, qolaversa milliy usulda tadbirlar olib borishlari ularning kelajakda millatimizga bo'lgan, mentalitetimizga bo'lgan muhabbatni oshishiga shak shubhasiz xizmat qiladi. Oradan kunlar o'tar, oylar o'tar, yillar o'tar. Mana shu bolajonlar esa kelgusida vatanga yetuk kadr bo'lib yetishiga biz shubha qilmaymiz. Sherzod Sidiqov, Yunus Ali Meliboyev, maxsus Rishton tumani axborot dasturi uchun.